Hurmatli abituriyentlar, bugun siz bilan birgalikda kimyoviy reaksiya tezligiga doir bir necha xil masalalarni ko'rib o'tamiz. Demak, bu aynan o'rtacha tezlikni topish bo'yicha masala edi. Xo'sh, buni ko'rib chiqqanimizda birinchi savol. Hajmi 2 litr bo'lgan idish 6 mol taqsim litr A gaz bilan to'ldirildi. 10 sekunddan keyin idishda 2 mol A gaz qoldi. Reaksiyaning o'rtacha tezligini topishimiz kerak bo'ladi. Bunda topishimiz uchun hajm bizda berilgan. Hajmni yozib olamiz. 2 litr berilgan idishning hajmi. Va ko'rib turibsiz, 6 mol A gaz berilgan edi. Bizda 2 mol A gaz qoldi. Demak, 6 moldan ayirganimizda 2 molda bizda 4 mol A gazimiz sarflangan bo'ladi. Demak, bu yerga yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Sarf deb. Va A gazimiz demak sarflanadi. Xo'sh, bilamizki, reaksiya tezligini topguncha o'sha gaz moddaning molyar konsentratsiyasini topishimiz kerak bo'ladi. Bizda S molyar teng molning hajmga nisbati. Demak, bizda 4 mol berilganda hajmga bo'ladigan bo'lsak 2 ga bizda molyar konsentratsiya kelib chiqadi. Demak, 2 molyarli, ya'ni modda sarflangan bo'ladi. Vaqtga keladigan bo'lsak, bu 10 sekund davomida sarflangan. Shuning uchun ham bizda bu yerda yozamiz. Xo'sh, demak 10 sekund davomida deymiz. 10 sekund davomida 2 molyar modda sarflangan. 1 sekundda qancha sarflanganligini topish uchun mana bunday ko'rinishda proporsiya qildik. Bunda 2 ni 1 ga ko'paytiramiz. 2 ni 10 ga bo'ladigan bo'lsak, demak 0.2 molyar modda sarflanadi. Demak, 1 sekundda. Bu yerda B javobimiz o'sha 0.2 molyarli sarflangan degan javob bor. Demak, to'g'ri javob B javob bo'ladi. O'rtacha tezlik bo'yicha. Xo'sh. Endi navbatdagi masalaga to'xtalib o'tamiz. Aynan 7-masala. Bu masala ham birinchi masalaga o'xshash, lekin bu yerda bizga metr kub degan termin ishlatilgan. Mana metr kub degan termin ishlatilgan. Kimdir metr kub degan terminni bilmasligi mumkin. Birinchi marta reaksiya tezligini o'rganayotgan o'quvchi. Shuning uchun ham bizda ma'lumot sifatida yozib ketamizki, bizda 1 metr kub 1000 litr bo'lishini. Demak, 1000 litr bo'ladi. Lekin bizda bu yerda 0.005 metr kub berilgan. Biza buni litrga aylantirib olamiz. Demak, bu yerda x qo'ysak, shunda kelib chiqadiki, 5 litr bo'ladi. Demak, ushbu reaksiya amalga oshayotgan idish hajmi demak 5 litr bo'lgan. Yozamiz. Demak, V teng 5 litr bo'ladi. Xo'sh. Endi e'tibor qiladigan bo'lsangiz, 0.25 minutda amalga oshgan reaksiya bizda reaksiyada sekundda so'ralgan. Sekundda so'ralganligi uchun 0.25 minutni sekundga aylantirish uchun 60 ni 0.25 ga ko'paytirib olamiz. Ya'ni 15 sekund kelib chiqadi. Demak, bizda reaksiyamiz 15 sekundda amalga oshgan. Mana 15 sekundda amalga oshgan va sarflangan miqdor topishimiz uchun 8.4 dan ayirishimiz kerak qolgan. Ya'ni 5.9 ni ayirganimizda bizda 2.5 mol kelib chiqadi. Demak, 2.5 mol sarflangan bu va bu aynan reaksiyaning o'rtacha tezligini topish uchun birinchi masaladan ko'rib o'tdik. Molyar konsentratsiyani topishimiz kerak edi. Molyar konsentratsiyaning formulasini xo'sh, yana yozib qo'yamiz. S molyar teng molning hajmga nisbati. Bizda mol 2.5 mol berilgan, hajmimiz esa 5 litr berilgan. Shunda bo'lsak 0.5 molyar kelib chiqadi. Demak, 0.5 molyar sarflangan ekan. Qancha vaqt davomida deyilganda, mana 15 sekund davomida sarflangan. Demak, 15 sekund davomida bizda 0.5 molyar modda sarflanadi. Ana endi esa 1 sekunddan topadigan bo'lsak, 1 sekundda qancha sarflanadi? Demak, 0.5 ni 1 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 0.5 15 ga bo'ladigan bo'lsak, bunda kasr sifatida, ya'ni kasr songa o'xshash, ya'ni 1 taqsim 30 degan molyarlik kelib chiqadi va bizda to'g'ri javob A javob bo'ladi. Xo'sh, demak
navbatdagi masalani ko'rib o'tamiz. Navbatdagi masala bu aynan o'sha reaksiyaning tezligiga konsentratsiyaning ta'siri doir masalalarga toifasiga kiradi. Bu birinchi masalasi. Demak, konsentratsiya ta'siri qanday bo'ladi? Xo'sh, demak, bizda quyidagicha reaksiya tasvirlangan. Shu quyidagicha reaksiyani biz yozib olishimiz kerak. 2 mol H2S vodorod sulfid. Demak, gaz deb berilgan ekan, gaz deb yozamiz va bu yerda 3 mol kislorod sarflangan. Bu ham gaz. Va endi bu yerda esa 2 mol SO2 hosil bo'lgan. 2 mol SO2 gazi hosil bo'lgan va 2 mol suv hosil bo'lgan. 2 mol suv. Xo'sh, demak, ushbu reaksiyada deyilgan vodorod sulfidning konsentratsiyasi 4 marta oshirilgan deyilgan, kislorodning konsentratsiyasi 2 marta kamaytirilganda deyilgan ekan. Shunda reaksiya tezligi qanday o'zgaradi deyilgan. Xo'sh, demak, biz reaksiya konsentratsiyaning ortishini, demak, 4 marta orttirilgan vodorod sulfidnikini biz shunda yuqori sterilka yordamida ifodalaymiz. Kislorodning konsentratsiyasini esa 2 marta kamaytirilgan biz pastki sterilka, ya'ni pastki sterilka orqali ifodalaymiz. Ya'ni tushunarli bo'lishi uchun, ya'ni ajratib olishimiz uchun tezroq. Va vodorod sulfidning konsentratsiyasini orttirganimizda bizda endi tasavvur qiling, bizda reaksiyamizning V1 tezlik 1 ga teng deb olaylik. Demak, 1 ga teng deb oladigan bo'lsak, agar biz vodorod sulfidning konsentratsiyasini oshirganimizda, aynan kislorodnikini emas, vodorod sulfidning konsentratsiyasini oshirganimizda reaksiyaga qanaqa darajada ta'sir ko'rsatadi, ya'ni reaksiyani nechadir marta tezlashtiradi. Shunda 4 ning kvadrati, ya'ni 4 ning ikkinchi darajasini hisoblaymiz. Shunda bunda 16 ga teng bo'ladi. Demak, vodorod sulfidning konsentratsiyasini oshirganimizda 4 marta reaksiyamizning tezligi 16 marta oshadi. Ya'ni bu degani 1 dan 16 ga ko'paytirilganda 16 ga teng bo'lib qoladi. Demak, 16 ga teng bo'lib qoldi biz vodorod sulfidning konsentratsiyasini oshirganimizda. Endi esa kislorodning konsentratsiyasi 2 marta kamaytirganimizda reaksiya bilamizki, konsentratsiyaning kamayishi reaksiya tezligining sustlashishiga olib keladi. Shunda bu yerda 2 ning 3-darajasi 8 ga teng bo'ladi. Demak, birinchi 16 marta oshadi, keyin 8 marta kamayadi. Shunda bizga 16 ga teng edi. 16 ni bo'ladigan bo'lsam 8 marta kamaytiradigan bo'lsam, demak 2 ga teng bo'lib qoladi. Demak, 1 ga teng bo'lgan konsentratsiya, ya'ni reaksiya tezligi 1 edi. Keyin esa bizda vodorod sulfidning konsentratsiyasi 4 marta, kislorodnikini esa 2 marta kamaytirish orqali reaksiya tezligi 2 ga teng bo'lib qoldi. Shunda reaksiya tezligi bizda necha marta ortganmi yoki kamayganmi desangiz, ko'rib turibsiz, V1 1 ga teng, V2 ya'ni keyin esa o'sha konsentratsiya ta'siri orqali 2 ga teng bo'ldi. Demak, bizda reaksiyamiz 2 marta tezlashadi degan javob to'g'ri bo'ladi. Demak, A javob bo'ladi. Demak, o'sha aytganimizdek konsentratsiya ta'siridan 5-masalani ko'rib o'tamiz. 5-masala. A ning konsentratsiyasi 3 marta, B ning konsentratsiyasi 2 marta oshirilganda reaksiya 72 marta tezlashsa, qaysi reaksiya tenglamasi shu shartni qanoatlantiradi degan savol ekan. Xo'sh, demak, biz bunga boshqacharoq javob topamiz, ya'ni qanday qilamiz? Demak, biz A javobdagi tenglamani o'sha aynan mana shu yerda berilgan shartga qo'yib ko'ramiz, agar o'sha shartga qanoatlantiradigan bo'lsa. Demak, A gaz modda ekan, xo'sh, plus B ham gaz modda ekan. Bu yerdan hosil bo'lgan A2B3. A2B3 degan bizga bu ham gaz modda ekan. Ana endi bu yerda endi A ning konsentratsiyasi 3 marta oshirildi. Ya'ni bu reaksiyani tenglashtirib olaylik birinchi. 2 ta A bor ekan bu yerda, mana 2 qo'yamiz. 3 ta B borligi uchun bu yerga 3 qo'yamiz. Va endi A ning konsentratsiyasi 3 marta oshiramiz. Mana A ning konsentratsiyasini 3 marta oshirdik. B ning konsentratsiyasini esa 2 marta oshirdik. B ning konsentratsiyasini 2 marta oshirdik mana. Oshirganimizda endi reaksiya tezligi nechadir marta tezlashadi? Shunda hisoblab olamiz. Ya'ni 3 ning 2-darajasini hisoblaymiz. 3 ning 2-darajasi ko'paygan
2'ning 3-chi darajasi. 2'ning 3-chi darajasi. Shunda 3'ning 2-chi darajasi 9 ga teng bo'ladi. 3'ning 2-chi darajasi 9 ga teng bo'ladi. 2'ning 3-chi darajasi esa 8 ga teng bo'ladi. Shunda 72. Ya'ni 9 ni 8 ga ko'paytirsak 72 kelib chiqadi. Bizda so'ralganki, shartida aytdi 72 marta tezlashadi deyilgan ekan. Biz A javobni qo'yib ko'rganimizda 72 marta tezlashdi. Demak, bizda to'g'ri javob A javob bo'ladi. Mana shunday ko'rinishda tekshirib ko'rish ham mumkin. Ya'ni bu ham javobning oson topish usullaridan biriga kiradi. Xo'sh, demak, navbatdagi masalani ko'ramiz. Aynan bu ham konsentratsiya ta'siri. Xo'sh, 8-masala. A gaz modda plus B gaz modda va A2B3 gaz modda. Reaksiya A moddaning konsentratsiyasi 4 marta oshirilib, B moddaning konsentratsiyasi 4 marta kamaytirilsa, reaksiya tezligi qanday o'zgaradi deyilgan savol ekan. Demak, buni xuddi yuqoridagi masalaga o'xshash. Xo'p, buni ham ishlab ko'ramiz. Ya'ni bir xil masala, lekin ishlab ko'rsak zarar qilmaydi. A2B3. Agar bu narsani yuqoridagi tushuntirgan masalamda agar yaxshi tushunarli bo'lgan bo'lsa, demak, o'sha aynan mana shu 5-masalaning yechimini, bu yerda 5-chi, biz 10 ta masala yechamiz. Bu yerda mana shu masalaning yechimini o'tkazib, keyingi masalani ko'rsangiz ham bo'ladi. Demak, biz hozir buni tushunmaganlar uchun yana qayta ko'rinishda tushuntirib beramiz. Xo'p, A moddaning konsentratsiyasi 4 marta oshirilib deyilgan ekan. Demak, A moddaning konsentratsiyasi 4 marta oshirdik. B moddaning konsentratsiyasi esa 4 marta kamaytirildi. Demak, tepa sterilga qo'yamiz. Bu yoqqa esa 4 marta kamaydi desa, 4 pastga qarab sterilga qo'yamiz. Va shunda reaksiyani tenglashtirib olmadik. Tenglashtirishimiz kerak. 2 ta A bor bo'lsa, bu yerda 2 ta A qo'yamiz. 3 ta B bor ekan. Xuddi shunday boyagiday yana ham V1 deylik. V1 tezligimiz 1 ga teng deb olaylik. Shunda A ni konsentratsiyasini oshirganingizda reaksiya necha marta tezlashadi? Ya'ni bu degani 4 ning 2-martasida. Bu degani 16 marta tezlashadi degan ma'noni bildiradi. Xo'sh, bu yerda 1 ni ko'paytirasiz 16 ga. Shunda 16 ga teng bo'lib qoladi reaksiya tezligi. Ana endi bu yerda esa 4 ning 3-chisi. 4 ning 3-chisi hisoblaymiz. Bu degani 4 ni 4 ga ko'paytirasiz 16, yana bitta 4 ga ko'paytirasiz 64. Demak, 64 marta sutlashtirasiz. Ya'ni 64 marta sutlashtirganingizda 16 ni 64 marta sutlashtirganingizda 0,25, ya'ni 0,25 ga teng bo'ladi. Demak, 0,25 ga teng bo'ldi, oxirgisi dastlabkisi 1 ga teng. Demak, siz dastlabkisini oxirgi reaksiya tezligi 0,25 ga bo'ladigan bo'lsangiz, 4 chiqadi. Demak, reaksiya tezligimiz 4 marta kamaygan bo'ladi. Kamayadi deb yozib qo'yamiz. Demak, 4 marta kamayadi. Bizda B javobda bor o'sha aynan javob. Xo'sh, ana endi navbatdagi masala. Navbatdagi masala demak 14-masala ekan. Bizda bu yerda qiyin deb o'ylaymiz, lekin x, y lar qatnashganligi uchun yozib olamiz. Demak, birinchi o'qib olaylik reaksiyani. 2A gaz modda, 3B bu ham gaz modda, 4C gaz modda hosil bo'ldi. Reaksiyada A moddaning konsentratsiyasi 3 marta oshirilganda, x marta, hop, B moddaning konsentratsiyasi 2 marta oshirilganda reaksiya y marta tezlashishi ma'lum bo'lsa, x va y ning qiymatini aniqlang deyilgan ekan. Bunga reaksiyani yozib olishimiz kerak. Yuqoridagi masalalarga o'xshash gaz plus 3B. Faqat salgina boshqacharoq toifadagi savol bu, lekin konsentratsiyaning ta'siri. Xo'sh, ya'ni yaxshiroq o'rganishingiz uchun bir nechta masalalarni misolga ko'rsatyapman. Xo'sh, endi savolda aytilgan A moddaning konsentratsiyasi 3 marta oshirilgan deyapti. A moddaning konsentratsiyasi 3 marta oshiramiz. B moddaning konsentratsiyasi 2 marta oshirilgan. 2 marta oshiramiz. Shunda, demak, bu degani A moddaning konsentratsiyasi oshirilgan reaksiya nechadir marta tezlashadi deyilgan. Shunda 3 ning 2-martasida, demak, bu 9 marta tezlashadi deyilgan. Demak, 9 bu x ga teng. Keyingisida esa bu yerda 2 ning 3-martasida. 2 ning 3-martasi bo'lsa 8 chiqadi. Demak, 8 marta oshirilgan, demak 8 marta oshadi.
B ning konsentratsiyasini 2 marta oshirilganda. Shunda to'g'ri javob demak Y ning qiymati 8 ga teng bo'ladi. Demak X teng 9 ga, Y teng 8 ga. X teng 9 ga, Y teng 8 ga. Demak bizda B javobda xuddi shu aynan savol javobi bo'ladi. Xo'sh. Navbatdagi masalaga to'xtalib o'tamiz. Navbatdagi masalamiz demak bu yerda ko'rib tursangiz bosim ta'siri haqida berilgan ekan. Bosim ta'siri. 3-savol. Demak, bosim ta'sirida 3-savol ko'rib o'tamiz. Demak, bu yerda reaksiya tenglamasida A gaz modda berilgan ekan. Reaksiya tenglamasini yozib olaylik. B gaz modda berilgan ekan. Plus C ham gaz modda berilgan ekan. Bundan hosil bo'ladi A2 B3 va plus C4. Demak, bu ham gaz modda ekan. Xo'sh, yo'q. Mana bu yerga biz plus qo'yib ketdik. Plus bo'lmaydi. C4 gaz modda. Xo'sh, ana endi bu yerda reaksiyani mana bu yerga 2 qo'yish orqali, bu yerga esa B ni oldiga 3 qo'yish orqali, C ni oldiga esa 4 qo'yish orqali tenglashtirib oldik. Mana bu yerga plus qo'yib qo'yamiz. Xo'sh, ana endi reaksiya sistemada bosim 2 marta oshirilsa, reaksiya tezligi qanday o'zgaradi? E'tibor qilishingiz kerak bo'lgan joyi, hammasi gaz moddalar. Hammasi gaz bo'lganligi uchun gazlarga bosim ta'sir qiladi. Hammasiga bosim 2 marta demak. Bosim umumiy sistemaga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni masalan, aytaylik, bosim ta'sir ko'rsatganda, bosimning ta'siri konsentratsiyaga albatta ta'sir ko'rsatadi. Konsentratsiyasini oshiradi. Konsentratsiya oshgani bilan, masalan, deylik, A moddaning konsentratsiyasini oshirib qo'ymaydi faqat, yoki B nikini oshirib qo'ymaydi, yoki C nikini oshirib qo'ymaydi faqat. Bu bosim umumiy sistemaga ta'sir ko'rsatiladi. Sistemaga ta'sir ko'rsatilgan vaqtida umumiy hamma bu yerdagi reagentlarni bosimini orttiradi. O'sha hisobiga demak konsentratsiya ham ortadi deyiladi. Endi demak hammasiga bir xil ta'sir qilyapti bosim. Chunki bitta idishda bo'lganligi uchun bir xil ta'sir qiladi. Va reaksiya tezligini qancha tenglashganini topish uchun 2 ning ikkinchisi ko'paygan, 2 ning uchinchisi ko'paygan, 2 ning to'rtinchisi. 2 ning uchinchisi 2 ning ikkinchisi 4 ga teng, 2 ning uchinchisi 8 ga teng, 2 ning to'rtinchisi 16 ga teng. Xo'sh, demak biz ko'paytirib olishimiz kerak. 4 kara 8 demak bo'ladiki 32. Ana endi 32 ni ko'paytirishimiz kerak bo'ladi 16 ga. 32 ni ko'paytiramiz 16 ga. Shunda 512 ga teng bo'ladi. 512 marta demak tezlashadi. Marta ortadi deb yozib qo'yamiz. Endi biz ortadi deb yozdik. Bu yerda endi xo'sh, mana bu yerda C javobda o'sha 512 marta ortadi deb berilgan ekan. Aynan bu bosim ta'siriga doir bitta masala edi. Xo'sh, ana endi 22-savolga e'tibor beramiz. 22-savol. Aynan bu ham o'sha bosim ta'siri. Savolga yaxshilab o'qib ko'rsangiz, birinchi marta yaxshi tushunmasligingiz mumkin, keyingisida yaxshi tushunib olasiz. Temir yuzasining demak 4 sm kvadratdan 8 sm kvadratgacha hamda deyapti, kislorodning bosimi 2 atomidan 4 atomigacha oshirilsa, demak shu reaksiya asosida reaksiya tezligi qanday o'zgaradi deyilgan. Bu yerda e'tibor qiladigan bo'lsangiz, masalada temirning yuzasi oshirilgan. Bilamizki, qattiq moddalar yuza qismi bilan, ya'ni umumiy butun hajmi bo'yicha emas, yuza qismi bo'yicha reaksiyaga kirishadi. Shuni hisobiga bu yerda temirning yuza qismi hajmi oshirilgan. Yuza qismi demak oshirilganligi hisobiga bu yerda reaksiyamiz o'sha hisobiga ham ma'lum miqdorda tenglashadi, ya'ni tezlashadi. Shunda reaksiyani yozib olishimiz kerak. Temirni bu yerda qattiq modda deb yoza olamiz. Plus kislorod gaz modda. Bu yerdan hosil bo'lgan temir 3O4imiz ham demak qattiq moddalar toifasiga kiradi. Ana endi reaksiyani tenglashtirish uchun bu yerga 2 qo'yamiz, bu yerga esa 3 qo'yamiz. Demak temirning yuzasi 2 marta oshirilgan. Demak 4 sm kvadrat, bu yerda 8 sm kvadrat. Shunda 2 marta hajm oshirilgan. Demak yuza qismi oshirilgan. Demak bu yerda 2 deb olamiz, ya'ni 2 marta ortgan. Bu yerda esa kislorodning bosimi 2 atmosferadan 4 atmosfera, ya'ni bosim
2dan 4 ga ortdi degani, demak 2 marta bosim ortdi degan. Kislorodning bosimi 2 marta ortdi degan. Shunda 2 marta ortdi. Temirning yuza qismi ham 2 marta ortganligi uchun bu degani 2 ning 3-si. Demak 2 ning 3-si 2 ning 3-darajasi 8 ga teng bo'ladi. Demak, yuza qismini oshirish hisobiga ham reaksiyani 8 marta tezlashtirish imkoni bor ekan. Demak, 2 ning 2-si. 2 ning 2-si. Demak, kislorod bosimini 2 marta oshirganimizda reaksiyamiz 4 marta tezlashar ekan. Umumiy hisobda reaksiyamiz 8 ko'paygan 4. Umumiy hisobda 32 marta ortadi. 32 marta ortadi deb yozib qo'yamiz. Demak, to'g'ri javob bizaga C javob to'g'ri javob bo'ladi. Xo'sh. Demak, navbatdagi masalani ko'rib o'tamiz. 29-masala. Masalani o'qib olaylik. Demak, 2 uglerod, ya'ni 2 mol uglerod, qattiq modda, plus kislorod, O2 gaz modda va bu yerda esa 2 mol is gazi gaz modda. Reaksiya bo'yicha deyapti, ko'mirning yuzasi 2 marta oshirilib, kislorod o'rniga deyapti, havo ishlatilsa, reaksiya tezligi qanday o'zgaradi? Endi e'tibor beradigan bo'lsangiz, shu yerda masalan yozib olaylik, tenglamasini yozib olaylik shuni. 2si qattiq modda plus kislorod gaz modda. Bu yerdan topadigan bo'lsak, xo'sh. 2 is gazi, bu ham bilamizki gaz modda. Xo'sh, ana endi ko'mirning deyapti, yuzasi 2 marta oshirildi. Ko'mirning yuzasi 2 marta oshirildi deyapti. Keyin esa havo ishlatilsa reaksiya tezligi qanday o'zgaradi? Xo'sh, ana endi xo'sh. 2 marta oshirib, demak, ko'mirning yuzasi 2 marta oshgan, kislorodning o'rnida deyapti, havo ishlatilsa deyilgan ekan. Xo'p, bunda demak, dastlabki qanday ko'rinishda reaksiya bo'ladi? Bu yerda birinchi ishlatildi deyapti. Ko'mirning yuzasi 2 marta oshirildi. Ko'mirning yuzasi 2 marta oshirilganda bu demak 2 marta oshirildi. Demak, reaksiya ham tezlashadi. Bu degani birinchi dastlab 2 ni 2-si. Bu degani 4 marta reaksiyamiz tezlashadi. Tezlashadi deb yozib qo'yamiz. Demak, 4 marta tezlashadi ko'mirning yuzasi 2 marta oshirilganligi hisobiga. Ana endi e'tibor qiladigan bo'lsangiz, kislorodning o'rniga havo ishlatilsa deyilgan. Bu yerda kislorod 1 mol sarflanyapti. Bu yerda 1 mol sarflanyapti. Havo tarkibida 1 mol o'sha havo ishlatilganda tarkibidan 0,2 mol kislorod bo'ladi. E'tibor bo'lsa, bu yerda 5 marta kislorod konsentratsiyasi agar havo ishlatilganda 5 marta konsentratsiyasi kamayib ketyapti. Demak, bu degani kislorod konsentratsiyasi 5 marta kamaytirilgan. 5 marta kamaytirilganda, mana bunday yozib qo'yamiz. Shunda qanday bo'ladi reaksiya deyilgan bo'lsa, hisoblab topadigan bo'lsak, reaksiya kislorod konsentratsiyasi 5 ning 1-darajasi. Demak, 5 ning 1-darajasi. Bu degani 5 ga teng bo'ladi. Demak, 5 marta sekinlashadi. Xo'sh, demak, 5 marta sekinlashadi dedik. Biz yuqoridagi masalalarda ishladik. V1 teng dedik. 1 ga teng bo'lsa dedik. Reaksiyamiz demak 4 marta tezlashdi. 4 marta tezlashganda demak 1 ni ko'paytirib olamiz. 1 ni ko'paytirib olamiz 4 ga. Demak 4 marta tezlashadi, 5 marta sekinlashadi. Bu degani xo'sh 5 marta sekinlashadi. 5 ni 4 ga bo'lib oladigan bo'lsak, 1,25 yoki 5 taqsim 4 marta kamayadi. 5 taqsim 4 marta ortadi demaymiz, 5 taqsim 4 marta xo'sh kamayib ketish holati yuzaga keladi. Yoki bunday demaylik, masalan 4 ni 5 ga bo'laylik, 4 ni 5 ga bo'lamiz. 4 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak, xo'sh, demak 0,8 ga teng bo'ladi. Demak 0,8 ga teng bo'ldi. Bu yerda esa 1 ga teng edi. Shunda endi 1 ni 0,8 ga bo'ladigan bo'lsak, 0,8 ga bo'ladigan bo'lsak, bu teng bo'ladi 5 taqsim 4 ga.
Xo'sh, u demak javobimiz 5 taqsim 4 marta sekinlashadi deb olamiz, kamayadi deb olamiz. Demak 1,25 marta, ya'ni 5 taqsim 4 marta reaksiya tezligimiz kamayadi deb olamiz. Xo'sh, demak bu quyidagicha masala edi. Ana endi bizda so'nggi 26-masalamiz. 26-masala. X2 gaz modda, Y2 gaz modda plus Z2 ham gaz modda. Bundan X, Y4, Z qattiq modda hosil bo'lgan. Sistemada deyapti, hajm 2 marta oshganda reaksiya tezligi qanday o'zgaradi? Reaksiya tezlik tenglamasini mana bunday tarzda ifodalab yozib olamiz. To'liq Y2 bu ham gaz modda bo'ladi plus Z2 bu ham demak gaz modda. Undan hosil bo'ladi. Demak X, Y4 plus Z mana bunday yozib qo'ying, qattiq modda. Ana endi bu yerda sistemada hajm 2 marta oshganda, demak hajm 2 marta oshirilganda bosim 2 marta kamayadi. Bosim 2 marta kamayganda biz gaz moddalarga hammasiga ta'sir ko'rsatadi. Endi bu yerda x imizga qaraydigan bo'lsak, xo'sh, x imiz bu yoqda 2 ta ekan, x imiz bu yoqda 2 ta bo'lganligi uchun mana bu yerga 2 qo'yib olamiz. 2 qo'ydik, demak z 2 ta bo'ldi. Lekin y'larimiz bu yerda 8 ta bo'ldi. 2 kara 4 8. Demak bu yerga esa 4 qo'yib olamiz. Endi hajm 2 marta ortganligi hisobiga bosim 2 marta kamayadi. Ya'ni bosim hammasiga xuddi shunday bir xil ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni bu qattiq modda bo'lganligi uchun bunga ta'sir ko'rsatmaydi. Shunda 2 ning birinchisi ko'paygan, 2 ning to'rtinchisi ko'paygan, 2 ning yana birinchisi. 2 ning birinchisi 2 ga teng, 2 ning to'rtinchisi 16 ga teng. Demak 16 ni o'sha 2 ga ko'paytiramiz, 32. 32 bo'ldi. Demak 2 ning birinchisi 2 ga teng, 32 ni 2 ga ko'paytirsak 64 bo'ladi. 64 marta ortadi deymiz. Yo'q. Demak bosim 2 marta, hajm 2 marta oshganda bosim 2 marta kamayadi. Demak ortadi demaymiz, kamayadi bo'ladi shunda. Kamayadi. Ya'ni reaksiya tezligi 64 marta kamayadi. Bu yerda demak to'g'ri javob D javob to'g'ri javob bo'ladi. Mana reaksiya tezligiga doir masalalarimiz edi va qolganlarini ham tez orada biz chiqaramiz. Charchamanglar, sog' bo'linglar.